Assalomu alaykum. Tug'anlar, mana brudерді o'tganda men sizlarga aytdim edi, mana shu ba'zi shu bir yerga yaxshi bruder ko'rib, atayin ko'rgani keldim. Mana tug'anlar, bruderді mantib jasaysizlar. Mantib aynek qilib, polikarbonat qilsangizlar da bo'laveradi ekan. Eshik klasslardaги mana mantib ichiga setka qilib qo'ysangizlar, asti mana yeri nima? Mana boyagi qig'ini tozalaganga. Mana ko'rdingizlarmi? Mana anda qilsangizlar nima bo'ladi? Ana mынау emesi paylka, mынаудаqa paylka qilib qo'ygan, ol boyagi suvni ichganda suv toza turadi. Cho'jalaringizlar o'rvaydi, netbaydi, toza suv ichadi-da. Dori-barilarda ham shuga qo'shib qo'ysangizlar bo'laveradi. Ana mынау греющий eme bayanda lampa специальный. Bu boyaqda datchikka ulangan, bu yoqda hozir ko'rsataman. O'sha datchikdan nima qilasizlar? Datchikka ulanadi. Bu boyagi mынауңызlardan ichi suv ketganda, temperatura chiqqanda avtomatik o'zi jonadi. Buni o'chirib jonli ısırıp suvitib o'tiribsizlar. Hozir datchigini ko'rsatayin, ha. Mana deb javob qo'ysizlar. O'ta вообще zo'r jasabdir, молодец. Mana. Ko'rdingizlar, manavi qanchaga tushganda o'chadi? 30 bo'lganda o'chadi. Ha, mana temperatura 30 bo'lganda mana yoqda nima o'chadi ekan avtomatik. Pechka o'chadi ekan demasi, lampa. 28 ga qaytib tushganda, mana ko'rdingizlar, 29 deb turadi. Qaytib jonadi ekan o'zicha. Manavi nimasi ekan? Kulchatili, mana. A bu nemeniki o'xshaydi, ha? A berginiki, ha? Bergin. Ha, bu ikkita, ha, to'ka lampochka ekan, mana. Mana ko'rsatdi. Ha, ol tagidagi ekan, ha? Al. Bo'ldi. Mana ventilyator ekan. Bu boyagi skosib ketsa, Jazliq kuniga. ha, bu jazg'a ekan, mana. Aslan yonib qo'yamiz. Ha, mana u jazg'a ekan. Mana u suv ekan. Mana suv ekan, mana ko'rdingizlar, mana yoqdan suvni quyib qo'ysizlar. Darilarni ham shu quyib qo'ysizlar, ha? Shunaqa ham qo'ysa bo'ladi. Ha, dari-bari nima qilib qo'ysizlar? Mana yoqdan ketaveradi ekan, mana ostiga, ustiga ketaveradi. Mana quyib qo'ysizlar, buni kunda quyib o'tiribsizlar-da, o'ra bo'lib yuribsizlar. Ketaveradi. Mana bu yoqda bu legorni to'xtar ekan. Ana mana u jazg'iga burdir ekan bu-chi. Mana o'zi ichiq ekan, помещение, plastik ayna ekan. Mana shunday Kattaroq bo'lsa shu qatta qoladi. kattaroq bo'lsa ham ko'yib ketganda yo'q qatta. Ha, bu yoqda ko'yganda bu yoqqa tiqadi ekan. Ha, bu yoqqa, bu yoq ob'yom kattaroq ekan-da. O'ta pechka bo'laman. Ha, mana shunday jasash kerak-da, mana ko'rdingizlar, современный qilib yaxshi jasabdir mana. Mana xonacha ekan, tovuqlarda ostida qarmayveradi ekan, bu yerda место ekonom bo'ladi ekanda. Anan o'shol. Mana ko'rdingizlar, mana uni qig'ini mana qilib tartasizlar. Bog'ini qig'ini nima qilib tozalab qo'yasizlar. Bo'ldi. Mana setka qilganning maqsadi, mana ichidagi setka qilgan, boyagi quruq turadi-da, ostida. Ha, mana. Mana. Ha, ko'rdingizlar? Mana. Bunda klasslardan qig'ini tozalab turib, qaytib solib qo'yasizlar. Mana. Hozir mana temperatura 30 ga chiqdi o'xshaydi. Mana 30 bo'ldi, ko'rdingizlar? Avtomatik o'chdi mana. Lampalar o'chdi. Hozir da tushganda javob nima bo'ladi? Men cho'jilarni ham ko'rsatib qo'yayin. Mana. Mana to'la karmushkalarni qo'yib qo'ygan. Necha kunlik hozir shu cho'jilar? Bir haftalik ekan-da. Mana ko'rdingizlar? Bir haftada shunday bo'lib qoladi, mana. Ko'rdingizlar уже? Bir haftada уже shunday nima bo'lib qoladi, tetib bo'lib qoladi. Уже hozir bemalol jemni jeb, mana suvlar qo'yib qo'yasizlar. Bu osti quruq turadi-da. Osti quruq turadi. Zak bo'lmaydi, nima bo'lmaydi. O'rvaydi cho'jilarchi. Bu nima adlerda buldaga? Taqsir? Adlermi bu? Bular adillar. Ha, bular adler. Bular. Ha, bular sotulib ketdi, ko'rdingizlar? Hozir уже sezon boshlandi-da. Shuni aytganlar, mana shunday jasaysizlar, ichini iliqtab, mana ko'rdingizlar, bunday svetodiodni lampa qo'yib qo'yibdi, belingda lampa qo'ysangizlar ham bo'ladi. Shunday paylka qilib, shunday nima jasaysizlar. Bu o'shol eng zamonbop shunday emeda qilsangizlar, bo'lsa cho'jongizlar hech qachon o'rvaydi ham, o'lmaydi ham. Ko'rdingizlar, tug'anlar? O'sha men atayin sizlar uchun men tartqanib keldim. Endi o'zimda ham bruder bor, biroq munchalik emas-da, mantib zerikmay, mantib chotki qilib jasab qo'ygan mana, tug'anlar. Ko'rdingizlar? Mana eshiklarni mantib javob, mana ostida da bor ekan mana. Ko'rdingizlar, mana ostidagisi bundayroq ekan. Mana shuntib qilish kerak tug'anlar. Mana ko'rdingizlarmi? Shuntib qilsangizlar, hozircha vaqt bor, qish bilan shashpay qilib qo'yingizlar. Buni ayni ekan. Sizlar bayanda karbonatdan da qilsangizlar bo'laveradi. Mana ostida tovuq qo'yaverasizlar, tovuqlarda yuraveradi. Mana yoqlarga tuvat ekan, ichkarilarga. Bular az Ligorn. Ligorn degan paroda. Mana ko'rdingizlar, mana paylkadan suv o'tadi.
Тоқтарға дагы ушундай бериш керек. Мындай кылсаңыздар мына. Көрдүңүздөр мына. Пайлкадан чыгып атат. Мына. Ана. Ушинтип эле суу ичип алат токтор өздөрү элечи. Мында убактыңыздарды үнөмдөйт. Анан экинчиден суудан таза ичсе сууда микроб кошулбайт да. Биз антип баягы идиштерге жерге коюп коебуз. Көрдүңүздөр, даже мына кармушканы жерге койгон эмес. Өзү ушундай кылыш керек. Меники дагы ушундай. Эме кылганыңыздарда баягындай болот. Кармушка жерге тийбей турса, ырсык, баягы микробдор, чаң нерселер аралашпайт дагы жакшы болот. Мына маяка дагы ошо туба тургандарын коюп коюптур. Мына ушундай тукандар, ушундай бүрүлөр жасашыңыздар керек. Мүмкүн болушунча. Эгерде ушунчалык шартыңыздар жок болсо, алдыны жөн эле мындай сетка кылып туруп эле, бирок все равно мына көрдүңүздөрбү, аз температура түштү мына. Дагы кайтып жанып калды. Мына ушинтип эле жасап койгон. Азыр ушул жерге дагы 100 так 100 200 300ге жакын чөчөп атат да. Мыначы где-то 2ге 80 кылыптыр. Мындайга 2 метр, бул жагага эниге 80. Анан высотасыны где-то мынаны дагы где-то 70 кылыптыр, мына 70. Примерно ушундай кылыптыр да. Меники дагы бурдерим бар, бирок мынчалык эмес да, комфортный эмес. Ушундай кылсаңыздар мына, тол кепаны ушинтип койгон. Ушундай кылсаңыздар чөжөңүздөр урбайт. Берде азыр ушул бурдерге азыр мен сурап берем сиздерге. Кандай десем, наргыдан патте чыккан немеден барам, инкубатордон ботарат да. Ошканын бияка пирк жолуп калса, пиркитке кылабыз. Ундан ошканын маякка кылабыз. Азыр 250 та бата ошого? Батпай калат да. 50-тен 200 та батат. 200 та батат экен. 200 та 60-тан болсо ошондо. 60-тадан болсо 250 та баттырса болот да. 250 та батса болот. Где-то бир 10 күн да. 10 күн 15 күн. Көрдүңүздөр, бул чоңоёт да, 10 күн 15 күндө. Каттары чыккандан кийин бияка чоңойгондон кийин уже бияка көчүрүлөт. Бул тез чоңоёт да, скорость тез мына. Көрдүңүздөр, 1 апталык эле ушундай болуп калды. G1 жеп атат. G1 а? КДЦ бербейсиздерби? G1ден. Болду. Болду, ушундай туугандар, көрүп алыңыздар. Ушинтип бүрүдөр жасашыңыздар керек. Мен сиздерге атайын келип 40 километр жерге келип атайын ушул бүрүдөрдү көргөнү эме кылдым. Тартып кеттим. Сиздер дагы көрсүңдөр деп. Көрдүңүздөр, ушундай кармушкаларды кыласыздар. Мына ылдык чөжөлөр üşүбөйт, мага жүрөт. Мына 1 апталык чөжөлөр ушулар. 1 аптада ушундай болуп калат.